Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizga 49-dars. Mavzuyimiz o'rtasida 0 raqami bor sonlarni bo'lish. 33-betni ochsangiz, 11 va 12 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 11-vazifamizda bo'lishni bajaring deb berilyapti. Keling, bu bo'lishlarni yozib chiqamiz. Xo'p, ishlashdan oldin belgilab olaylik. Bu 1, 2, 3, 4 5 va 6 ekan. Xo'p, bularni bo'lamiz. Birinchisini yozaman. 5105 bo'lingan 5 ga. Hisoblaymiz buni. 5 ga bo'lganimizda 5 dan olamiz va 5 imizni 1 dan 1 ga ko'paytiramiz. 5 kara 1imiz bizda 5 bo'ladi. 5 minus 5 imiz 0. Keyingi son tushadi. Keyingi sonimiz bu 1 sonimiz tushyapti. 1imiz 5 ga bo'linmaydi. Demak, keyingi sonimiz tushishi kerak. 1 dan keyingi son bu 0 sonimiz tushishi kerak. Ikkita son tushganligi uchun qarang, mana bu 1 ni oldiga 0 ni yozamiz. Bu yerda endi 10 turibdi. 10 ga biz minus qiladigan bo'lsak, 5 imizni 2 ga ko'paytirib olamiz. 2 kara 5 imiz bizda 10 bo'ladi. 10 minus 10 imiz 0. Oxirgi sonimiz tushadi, ya'ni 5 son. Endi bu 5 dan minus qilish uchun tevadagi 5 ni yana 1 ga ko'paytirib olamiz. 1 kara 5 imiz bizda 5 bo'ladi va tagida 0 bo'ldi. Demak, birinchisining javobi bizda 1021. Tushunarliga, agar bitta son tushgandan keyin mana bu yerda bizda bir sonimiz tushdi, 1 ga bo'lib bo'lmaydi. Ikkinchi son tushiradigan bo'lsak, mana ikkinchi son ham tushdi, birdaniga. Biz mana bu tarafga 0 ni yozib qo'yishimiz kerak. Ikkita son tushsa. Tushunarliga. Xo'p, ikkinchisini yozib ketaman. Ikkinchisi bizda 3606 ni bo'lar ekanmiz 6 ga. Shunda biz 36 dan olamiz va 6 mizni 6 ga ko'paytirib olamiz. 6 kara 6 miz bizda 36 bo'lyapti. 36 minus 36 0 bo'ldi. Keyingi son tushadi. Keyingi sonimiz bizda 0 bo'lyapti. 0 ga 6 ni bo'lib olmaydi, yana bitta son tushadi. Ya'ni qarang, tevada ikkinchi son tushib kelyapti. Ikkita son tushganligi uchun biz yana bu 6 ni oldiga bitta 0 ni qo'shib qo'yamiz. Endi mana 0 ni 6 ni yo'qotish uchun biz 6 mizni 1 ga ko'paytirib olamiz. 6 kara 1imiz bizda 6 bo'ladi. 6 minus 6 imiz 0. Demak, buni javobi bizda 601 bo'lyapti. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Uchinchisi, shoshilmasdan yaxshilab qarab turing. Mana ikkalasini ko'rib oldingiz, sal osonroqda ko'rsatdim. Mana uchinchisini o'zingiz ishlab ko'ring. Qarang, mana men yozyapman. 81081 bo'lingan 9 ga. Bu yerdan biz olganimizda 81 dan olamiz, ha? Xo'p, video roligimizni pauzaga bosib qo'ying va o'zingiz ishlab ko'ring. Ishlab bo'lganingizdan keyin pauzani qo'yib yuborasiz va men bilan tekshirib olasiz. Men ishlaganim bilan to'g'ri bo'ldimi yoki yo'qmi? Chunki biz asosiy maqsadimiz bu yerda matematikadan uy vazifasini bajarish emas, matematikani o'rganish. Kelishdik-a? Xo'p, 81 dan olyapmiz, men ishlab ketyapman. Xo'p, 81 dan oladigan bo'lsak, 9 imizni 9 ga ko'paytiramiz. 9 kara 9 imiz bizda 81 bo'ladi. 81 minus 81 0. Xo'p, devamizdan 0 birinchi 0 imiz tushib ketsa 0. 0 imiz 9 ga bo'linmaydi, yana bitta son tushishi kerak. Ya'ni 8 tushyapti. 8 tushdi, ikkita son tushdi. Ikkita son tushganligi uchun biz mana 9 oldiga bitta 0 ni yozib qo'yamiz. E'tibor bering. Ikkita son tushgani bilan bu yerda 8 son o'zi turibdi xolos. 8 imiz bizni 9 ga bo'linmaydi, demak 3-sonni tushiramiz tevadan. Ya'ni mana 1 ham pastga tushib keladi. 3 ta son tushdimi, yana bu yerga bitta 0 qo'shib qo'yamiz. Endi bo'lishga harakat qilamiz. 81 sonimiz turibdi. Bu degani mana bu 9 ni biz yana bir marta 9 ga ko'paytirib olishimiz kerak. 9 kara 9 imiz bizda 81 bo'ladi.
Shunda 81 minus 81imiz 0. Sonlarimiz boshqa qolmadi. Bu degani 3-chisini javobi 9009. Adashtirib olish mumkin. Xavotir olmang, qiynalayotgan bo'lsangiz. Bu bizda yangi mavzu. Shunga boshqa qiyinroq bo'ladi. 13002 ni 3 ga bo'lar ekanmiz. 13002 ni bo'lamiz 3 ga. Bu yerdan biz 13 dan olamiz. 3imizni biz 4 ga ko'paytirib olamiz. 4 kara 3imiz bizda 12 bo'ladi. Ya'ni 13 minus 12 imiz 1. Bitta sonni tushiramiz tevadan. Ya'ni 0 imiz tushib kelyapti. 10. 3imizni endi yana 3 ga ko'paytirib olsak bo'ladi. 3 kara 3imiz bizda 9. Ya'ni 10 minus 9 imiz 1 bo'ldi. Keyingi sonni tushiramiz. Keyingi sonimiz bizda yana 0 bo'lyapti. Yana 3 ga ko'paytirib olamiz. 3 kara 3 imiz yana 9 bo'ldi. 10 minus 9 imiz 1. Oxirgi son qolib ketyapti, bu 2. Tevadan mana bu 2 imiz tushib kelsa, pastga tushyapti 12. 3 imizni biz 4 ga ko'paytirib olib, 4 kara 3 imiz 12. 12 minus 12 imiz 0. Sonimiz tugadi. Demak, buni javobi 4334. 5-inchisi bo'lyapti. 6-inchisi afsuski sig'mas ekan bizni. Qaniydi ozgina baroq qilib yozay. Xo'p, 302008 302008 bo'lingan 4 ga. Bo'lingan 4 ga. 30 dan olamiz. 4imizni biz sizlar bilan 7 ga ko'paytirib olamiz. 7 kara 4imiz 28. Nimaga mana bu yerda 7 ga ko'paytiryapmiz? Nimaga 7 ga? Nimaga 6 ga emas? Nimaga 5 ga emas degan savol tug'ilishi mumkin. Asosiy maqsadimiz, mana qarang, biz sizlar bilan 30 dan olyapmiz bu yerda. Asosiy maqsadimiz 30 ga eng yaqin bo'lgan sonni olishimiz kerak. Shunga men 7 ga ko'paytiryapman. Agar mabodo biz 7 ga emas, 8 ga ko'paytirganimizda, misol 7 ga emas 8 ga, bu yerda 32 bo'lib qolardi. Ko'ryapsizmi? 32 30 dan katta to'g'ri bo'lmaydi bizda, xato. Agar 8 dan emas, 7 dan emas, 6 dan oladigan bo'lsak, unda 24 bo'lib qoladi. Ya'ni 30 ga yaqin son emas. Eng yaqin bo'lgan son bu 4 kara 7, ya'ni 28 imiz. Shunga 7 dan olyapmiz. Tushunarliga, mana bu yerda olayotgan soningiz, siz mana yerda hisoblayotgan soningizga eng yaqin bo'lishi kerak. Xo'p, 30 minus 28 imiz 2 bo'ladi. Yon tevasida 2 imiz tushib kelsa, ya'ni 22. Biz bu yerda 4 ni 5 ga ko'paytirib olamiz. 4 kara 5 imiz bizda 20. 22 minus 20 bizda 22 bo'ladi. 0 imiz tevadan bundoq qilib tushib keladi. Xo'p, 0 imiz tushib kelsa 20 bo'ldi. Biz bu yerda 4 imizni yana 5 ga ko'paytirib olamiz. 20 minus 20 0. Tevamizdan 0 imiz tushib kelish kerak. Birinchi 0 tushdi. 0 ni 4 ga bo'lib bo'lmaydi. Yana bitta son tushish kerak. Ya'ni 8 imiz tushdi. Ikkita son tushganligi uchun biz mana bu yerga 0 ni qo'shib qo'yamiz va endi 4 ni 2 ga ko'paytirib olamiz. 2 kara 4 imiz bizda 8. 8 minus 8 imiz 0. Sonlarimiz boshqa qolmadi. Demak, buni sinaqamiz javobi 75502 bo'ldi. 6-inchisi va oxirgisi bo'lyapti bizda. Bu bizda 500.072. 500.072 ekani, to'xtab turing. 500.072 bo'lingan 8 ga. Shuni hisoblaymiz. 50 dan oladigan bo'lsak, 8 imizni biz 6 ga ko'paytirib olamiz. 6 kara 8 imiz bizda 48. 50 minus 48 imiz 2 bo'ladi. Keyingi sonni tushiramiz, ya'ni 0 imiz. 0 tushdi, 20 bo'ldi. Endi biz 8 imizni 2 ga ko'paytirib olamiz. 2 kara 8 imiz bizda 16. 20 minus 16 imiz 4 ni beradi. Keyingi sonni tushiramiz. Bu sonimiz 0 bo'lar ekan, ya'ni 40. 8 imizni 5 ga ko'paytirib olamiz. 8 kara 5 imiz bizda 40. 40 minus 40 imiz 0. Keyingi sonimiz tushadi. Keyingi son bizda 7 ekan. 7 tushdi. 7 imiz bizni mana bu 8 dan kichikroq, yana bitta son tushishi kerak. 2 tushdi. Ikkita son tushdi birdaniga. Shunga mana bu yerga 0 ni yozamiz. Endi yana hisoblaymiz.
72 ga yaqin bo'ladigan sonimiz bu 8 kara 9. 8 kara 9imiz bizda 72 bo'ladi. 72 minus 72 0. Demak, 6 ning javobi bizda necha bo'lyapti ekan? 62509. Mana bu bizning mavzuyimiz bo'ldi. Ya'ni bo'lishni bajardik. 0 bo'lgan sonlar bilan. Eslab qoldingiz, a? Demak, ikkita sonimiz birdaniga tevadan tushib ketsa, biz mana bu yerda 0 ni qo'shib qo'yamiz. Agar mabodo 3 ta son birdaniga tushib ketib qolsa, siz 2 ta 0 qo'shasiz. Tushunarlimi? Daftaringizga chiroyli qilib buni yozib oling. Video roligimiz yoqgan bo'lsa, like ni bosing, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 12-vazifaga o'tamiz. 12-vazifamizni o'qiymiz. A6 qog'ozning bo'yi 148 mm, eni 105 mm. Daftarda shunday to'g'ri to'rtburchak yasab, uning perimetr va yuzini hisoblang. Demak, biz sizlar bilan to'g'ri to'rtburchak chizib olishimiz kerak bo'lar ekan bu yerda. Xo'p, menda tayyor naqam bor, shuni qo'yaman. Doq qilib, to'g'ri to'rtburchak qilamiz. Taxminan ko'rinishi bizda shunaqa bo'ladi. Qaniydi bundoq qilaylik. Va rangini xohlasangiz o'zgartirib ham qo'yamiz. Qanaqa rang qilsak bo'larki? Misol uchun, buni rang qilaylik. Xo'p. Demak, bizning bo'yi bizda 148 mm ekan. Eni kichikroq ekan. Xato chizibmiz, qarang. Xato chizgan ekanmiz. Mana buni biz bundoq qilishimiz kerak ekan. Bo'yi uzunroq ekanda, enidan ko'ra. Ko'rinishi bizda shunaqa bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak, bizning bo'yi 148 mm. Mana bu bizning bo'yi 148 mm. Eni esa 105 mm. 105 mm. Xo'p, mana bu joyini bundoq olib, manigaroq yozaymikin. To'xtab turing, bitta zonasi qilmoqchiman. Hammasini olaman. Do'sturamizda mana bu sonimizni olaman. Buni bu tarafga olaman. Va bundoq qilamiz. Demak, bir tomoni bizda tevasi, ya'ni eni bizda A deymiz. A bilan o'lchaymiz. Bo'yini esa B bilan. Bizdan so'rashyaptiki, perimetr va yuzani toping deyapti. Perimetrning formulasini hammamiz bilamiz. Bu 2 kara A plus B. To'g'ri to'rtburchakning formulasi shunaqa bo'ladi. Yuzasi esa A ko'paytirilgan B ga. Hammamiz bu formulani maktabda o'rganganmiz. Esingizdan chiqib qolsa, mana qaytarib oling. Xo'p, endi bizda aytilyaptiki, perimetrini toping va yuzasini toping. Biz sizlar bilan hozir bu mana A ni o'rniga mana bu sonlarimizni qo'yib chiqamiz va perimetr va yuzani topamiz. Demak, mana bu bizning formulamizni ishlatamiz. Mana bu formulamiz tursin. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Demak, birinchisi biz perimetrini hisoblaydigan bo'lsak, P deb yozaman. Barobar 2 ko'paytirilgan qavsni ochib A plus B turibdi. Biz A ni o'rniga 105 ni yozamiz. 105 plus B qilishimiz kerak. B ni o'rniga 148 deb yozamiz. Va buni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Barobar deyman. Tagiga yozib ketaman yechimini. 105 qo'shilgan 148 ga. 5 plus 8imiz 13, 3ni yozib, 1ni eslab qolamiz. 0 plus 4imiz 4, 1imizni qo'shsak 5 bo'ladi va oxirida 1 plus 1imiz 2, ya'ni 253. Endi 253 ni, mana buning javobi bizga 253 bo'ldi. 253 ni ko'paytirar ekanmiz 2 ga. Yozamiz. 253 ko'paytirilgan 2 ga hisoblaymiz. 2 kara 3imiz 6, 2 kara 5imiz
10, 0'ni yozib 1'ni eslab qolamiz. 2 kere 2'miz 4, 1'imizni qo'shsak 5 bo'ladi. Ya'ni 506 millimetr bu bizni perimetrimiz bo'lar ekan. Biz sizlar bilan perimetrni topdik, endi yuzasini topamiz. S barobar deyman, mana uni qo'yapmiz. A ni o'rniga beni 105 ni yozaman. B ni o'rniga 148 bir-biriga ko'paytiramiz. Tagiga yozib ketaman. 105 ko'paytirilgan 148 ga. 8 kere 5'imiz bizda 40. 0'ni yozib 4'ni eslab qolamiz. 8 kere 0'imiz 0. 4 qo'shsak 4 bo'ladi. 8 kere 1'imiz 8. Keyingisi 4 kere 5'imiz 20. 0'ni yozib 2'ni eslab qolamiz. 4 kere 0'imiz 0. 2'mizni qo'shsak 2 bo'ladi. 4 kere 1'imiz 4. Oxirgisi qolyapti. 1 kere 5'imiz 5. 1 kere 0'imiz 0. 1 kere 1'imiz 1. Chiqqan javoblarni bir-biriga qo'shamiz. Devamimizdan birinchi 0'imiz tushadi. 4 plus 0'imiz bizda 4. Endi 8 plus 2'miz 10 plus 5'imiz 15. 5'ni yozib, 1'ni eslab qolamiz. Qani edi nuqtamiz? Xo'p. 4 plus 0'imiz 4. Tagidagi 1'ni qo'shsak 5 bo'ladi. Va 1 o'zi tushib keladigan bo'lsa, 15540 bo'lar ekan. Bularning javoblarini tagiga bo'yab qo'yaylik. Xo'p, bu bizda javobi bizda 15540 millimetr. Tevasida kichkina ikkisini ham yozib qo'yaman. Javob deymiz tagiga. Bizga perimetr bilan yuzasini toping deyilgan. Shunga ikkita javob bo'ladi. Demak, perimetrimiz bizda 506 mm ga teng. M bo'ladi. Yuzasi esa 15540 mm ga. Tevasida kichkina ikkisini yozib qo'yasiz. Va yozayotganingizda uy vazifasida ma'lum bir biz obunachilarimiz haligi ishlayotgan joyimizni yozmasdan faqat javobini ko'chirib qo'yadiganlari bor. Faqat javobini ko'chirib qo'ysangiz, maktab o'qituvchingiz hisoblamaydi. Tagidagi ishlayotgan narsasini ham yozing. Tushunishga harakat qiling. Shoshilmasdan, chiroyli qilib hammasini yozib oling. Chizgan shaklimizni ham chizishingiz shart. Formulani yozishingiz ham shart. Hammasini yozsangiz, uy vazifangiz sizni to'liq bo'ladi. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Darsimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.